Shohi Mardon so'ylar, Shohi Mardon so'ylar. Bor chiqarchi usti yo'qmikan? Ha. Chop. Yo'q ekanlar. Bu kelyaptilar, yashil sigaretingni ho'kiz. Uzun borxonada joy yo'q. Qirqtirganiga 10 kun bo'ldi. Olib ketay demadi. Sigaret ham qolmabdi. Hozir bitta chekib olmasam kimnidirni badal qilib qo'yaman. Ustoz, Ha? akam sigaretdan chekib turing, o'zingizni bosib olardi. Qachon bilib oling buni chekishini? 4 oy bo'ldi. Nimaga vaqtida aytmading, ho'kiz? Toruningni ashit qil, bor, mebelini olib ketsin kestirib qo'ygandan keyin. Usta, akani kestirib qo'ygan mebellaringizni qachon olib ketasiz? Yo'q, qatdan kestiradi, ishxonasi qat dedi. Aka, o'lgan joyingizni eslolmayapsizmi? Dang'ara perizda oldida Eiffel minorasini shunday ro'parasida ahli mebel. Sani o'rtag'ingmi bu balachalar? Yo'q, o'rtog'im bas. Balki chekoy. Mana ustoz, Nima qilaman ruchka varaqni? halibalar xo'jayinning o'g'illari edi. Arizani yozaman.